Imom Buxoriy. Imom Buxoriy o'zbekmi yoki tojikmi? Bugun shu savolga javobni topamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida bu savolning javobini aytamiz. Ammo avval o'ylab ko'raylik. U o'zi kim edi? Nega oradan 12 asr o'tsa ham uning millatini talashamiz? U shunday shaxs ediki, butun islom olami uning asarini Qur'ondan keyingi eng ishonchli manba deb tan olgan. Xo'sh, u bu darajaga qanday yetib keldi? Buni tushunish uchun tarixga yuzlanamiz. Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy milodiy 810-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. O'sha davr Buxorosi turli qavmlar, tillar va madaniyatlar qaynagan ulkan markaz edi. Uning bolaligi og'ir kechdi. Otasidan erta yetim qoldi. Kichik yoshidayoq ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Ammo onasining tinimsiz duolari sabab uning ko'zlari qayta ochilgani haqida tarixiy rivoyatlar bor. Buxoriy o'ziga to'q oiladan chiqqan edi. Unga otasidan juda katta boylik meros qolgan. Qolaversa, unda bitta kitobni bir marta o'qib, to'liq yodlab oladigan fenomenal xotira bor edi. Boylik va bunday aql unga osongina farovon hayot kechirish imkonini berardi. Lekin u rohat farog'atni emas, ilmni tanladi. U haqiqiy ilmni faqat Buxoroda issiqqina uyda o'tirib o'rganish mumkin emasligini anglab yetdi. Shu tariqa 16 yoshida Makkaga haj qilgani bordi va ilm izlab o'sha yerdagi olimlar davrasida qolib ketdi. Bu ilm yo'li juda mashaqqatli edi. 9-asrda yarim dunyoni kezib chiqish nima ekanligini bir tasavvur qilib ko'ring. Jazirama issiq cho'llar, kasalliklar, qaroqchilar poylab yotgan xavfli karvon yo'llari. Buxoriy islom olamini ana shunday og'ir sharoitlarda piyoda va tuyada kezib chiqdi. U butun boyligini safarlarga, noyob qo'lyozmalar sotib olishga sarflab yubordi. Hatto kiyim olishga puli qolmay, kunlab uydan chiqa bo'lmay qolgan paytlari ham bo'ldi. Yana bir qiziq jihat shundaki, shuncha qiyinchilik va ilm izlash haqida gap ketganda, ko'pchilik uni faqat kitob o'qiydigan jismonan zaif inson deb o'ylaydi. Aslida esa unday emasdi. Xavfli safarlar va uzoq yo'llar uni chiniqtirgan edi. U kamon otish bo'yicha o'z davrining eng mohir ustalaridan biriga aylandi. Manbalarga ko'ra, uning o'tgan o'qlari nishonga deyarli xato tegmagan. Ya'ni u har tomonlama, doim shay holatdagi yetuk inson edi. Mana shunday mashaqqatli yillar davomida u mingdan ortiq ustozlardan dars oldi. Ular orasida Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal kabi zabardast olimlar bor edi. Aynan ustozlardan biri Ishoq ibn Rahuvayh unga yozajak kitobining g'oyasini berdi. Ustozining faqat ishonchli hadislardan iborat bitta kitob yozsangiz yaxshi bo'lardi degan gapi unga kuchli turtki bo'ldi. U hayotining eng katta missiyasi bo'lgan Sahihul Buxoriy asarini yozishga kirishdi. Lekin u eshitgan har qanday ma'lumotni darrov kitobiga yozavermadi. Imom Buxoriyni shunchaki quruq ma'lumot to'plovchi emas, balki axborotni tekshirish, haqiqatni mutlaq yolg'ondan ajratish tizimining haqiqiy asoschisi deyish mumkin. Bugun internetda biror xabarning to'g'riligini tekshirishga erinamiz. Buxoriy esa bitta so'zning to'g'riligini tasdiqlash uchun oylab yo'l yurgan. Masalan, u kunlarning birida bir kishidan hadis eshitish uchun oylab yo'l yurib manzilga yetib boradi. Qarasa, haligi odam qochib ketgan otini ushlash uchun qo'lidagi bo'sh to'rva bilan aldayotgan ekan. Buni ko'rgan Imom Buxoriy, hayvonga yolg'on ishlatgan odam din borasida ham yolg'on gapirishi mumkin deydi. U bu inson bilan hatto so'rashmasdan orqaga qaytib ketadi. Uning uchun odamning xotirasi kuchli bo'lishi yetarli emasdi. U hayotda mutlaq halol bo'lishi shart edi. Shunday o'ta qat'iy elakdan o'tkazilgach, 600 mingdan ortiq hadisni atigi 7 ming atrofidagisi asosiy kitobga kiritildi.
u bu asar ustida naq 16 yil tinimsiz ishladi. U har bir matnni qog'ozga tushirishdan oldin tahorat qilib, toza kiyimlarini kiygan va 2 rakat namoz o'qigan. Mana nima uchun bu kitob bugungi kunda Qur'ondan keyingi eng ishonchli manbaga aylandi. Buxoriyning bu qat'iyati va beqiyos xotirasi haqidagi xabar islom olamining o'sha paytdagi markazi Bag'dodga ham yetib bordi. U poytaxtga kelganida mahalliy olimlar uni sinamoqchi bo'lishdi. Ular 100 ta hadisning matnini va insonlar ismlarini ataylab chalkashtirib unga o'qib berishdi. Buxoriy har bir noto'g'ri hadisni eshitganda xotirjamlik bilan buni bilmayman deb turaverdi. 100 ta hadis o'qib bo'lingach, u birinchi olimdan 10-sigacha navbat bilan yuzlandi. U har bir kishining xatosini bittalab to'g'riladi. 100 ta hadisni o'zining asl holatida aytib berdi. O'sha kuni butun Bag'dod olimlari uning bilimi oldida taslim bo'lishdi. Bag'doddagi bu buyuk tarixiy e'tirofdan so'ng yillar o'tdi. Soch soqoliga oq tushib, qarigan olim o'z vatani Buxoroga qaytib keldi. Ammo tarixning eng achchiq va alamli kinoyasini qarang. Bag'dodda butun dunyo olimlari uning ilmi oldida bosh egib turganda, u o'z vataniga sig'madi. Buxoro amiri uni saroyga chaqirtirdi. U Buxoriydan bolalariga maxsus dars berishni talab qildi. Shunda olim, ilm eshikka borib xor bo'lmaydi. Kimga ilm kerak bo'lsa, o'zi izlab kelsin deb rad javobini berdi. Buxoriy ilm viqorini bitta amirning shaxsiy kibridan ustun qo'ydi. Natijada u hokimiyatning g'azabiga uchradi. U o'zining tug'ilib o'sgan vatanidan quvg'in qilindi. U umrining so'nggi kunlarini surgunda Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog'ida o'tkazdi va o'sha yerda vafot etdi. Uning qabridan bir necha kun davomida xushbo'y mushk-ambar hidi taralib turgani tarixiy manbalarda yozib qoldirilgan. Endi esa va'damizga muvofiq videoning boshida berilgan savolga qaytamiz. Xo'sh, Imom Buxoriy o'zbekmi yoki tojikmi? Nega asrlar o'tsa ham uni hamma o'ziga tortadi? Javob shuki, u zotni na sof o'zbek, na sof fors deb atab bo'ladi. 9-asrda Markaziy Osiyoda millat degan tushunchaning o'zi hozirgidek emasdi. Hozirgi pasportlar, chizib qo'yilgan sun'iy chegaralar yo'q edi. O'sha davr xalqlari Mavaro un-Nahr va Xuroson deb atalgan yagona hududning qorishib ketgan farzandlari edi. Markaziy Osiyo doim turkiylar boshqaruvida bo'lgan, lekin ko'p yillar rasmiy til fors tili hisoblangan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Imom Buxoriyning qonida qadimgi fors va turkiy xalqlarning qorishmasi bo'lgan. Qolaversa, asarlarini arab tilida yozgani uchun arablar ham uni bizniki deyishadi. Aslida o'zbek yoki tojik degan tortishuvning o'zi eng katta mantiqsizlikdir. Imom Buxoriy biror zamonaviy millatning yoki davlatning xususiy mulki emas. U haqiqat va ilm izlash yo'lida millat va hudud chegaralarini buzib o'tgan buyuk inson. Ammo bugungi kunning eng achchiq va og'riqli fojiasiga e'tibor qarating. Hozirgi davrda har bir minbarda turib Imom Buxoriy bilan faxrlanamiz. Biz Buxoriy avlodimiz deb ko'krak keramiz. U zotning qabri ustiga hashamatli majmualar quramiz. Lekin afsuski, jamiyatimizda faqatgina tarixdagi o'lik Buxoriy ulug'lanmoqda. U zot umrini tichib yig'ib qoldirgan Sahihul Buxoriydagi hadislarga chin dildan amal qilmoqchi bo'lgan, uning kitobidagi sunnatlarni o'z hayotiga tatbiq etgan oddiy insonlar esa ko'pincha ta'qibga uchramoqda. Uning merosiga amal qilgan insonlar turli asossiz ayblovlar bilan qamoqqa olinayotgani ham bugunning rad etib bo'lmaydigan haqiqatidir. Biz u zotning nomini qadrlab,
qoldirgan ilmiga amal qilganlarni esa jamiyatdan yakkalayotgan, panjara ortiga tashlayotgan bir paradoks davrida yashayapmiz. Shunday ekan, Imom Buxoriyga qaysi millat eng munosib yoki uning asl vorislari kimlar degan savolning faqat bitta adolatli javobi bor. Qaysi millat vakillari Imom Buxoriy yozib qoldirgan Sahihul Buxoriy kitobini qo'liga olib, uni o'qib o'rganayotgan bo'lsa va u yerdagi hadislarga chin dildan amal qilayotgan bo'lsa, aynan o'shalar uning asl vorislaridir. U zotning merosxo'rlari qondoshlik, hudud yoki til bilan emas, balki sunnatga bo'lgan amaliy sadoqat bilan o'lchanadi. Yana bir narsa. O'zbekiston tuprog'i oddiy yer emas. Bu zamin asrlar davomida ilmning, tafakkurning va buyuk allomalarning beshigi bo'lgan. Bugun biz ana shu yurtda yashayapmiz. Demak, bu tarix biz uchun faqat faxr emas, balki og'ir mas'uliyat hamdir. Imom Buxoriy nomi bilan faxrlanish oson, ammo savol boshqa. Biz u zot qoldirgan merosni o'qiyapmizmi? O'rganyapmizmi? Hayotimizda amal qilyapmizmi? Boshqalarga yetkazyapmizmi? Agar biz Imom Buxoriy bilan chinakam faxrlanmoqchi bo'lsak, faqat u bizning yurtdan chiqqan deyish bilan cheklanmasligimiz kerak. U zotning ilmiga, taqvosiga, mehnatiga va merosiga munosib bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Shunday ekan, ey xalqim, Imom Buxoriy bilan faxrlanish faqat so'zda qolmasin. U zotning ilmiy merosini o'qib o'rganish, unga amal qilish va boshqalarga yetkazish orqali haqiqiy avlodlik mas'uliyatini ado etaylik. Hurmatli ota-onalar, bu katta mas'uliyat eng avvalo oiladan boshlanishi shart. Biz o'z farzandlarimizga Imom Buxoriyni tanitishimiz, ularning qalbiga u zot yig'gan hadislarni va islomiy tarbiyani sindirib borishimiz kerak. Bu qadriyat faqatgina tor doirada, oila miqyosida qolib ketmasligi lozim. Agar biz chinakamiga Buxoriy avlodimiz desak, davlat miqyosida ham amaliy ishlarni boshlashimiz zarur. Maktab partalaridan tortib to oliy ta'lim muassasalarigacha yoshlarimizga Sahihul Buxoriy asarini alohida fan sifatida ta'lim berish tizimini joriy qilish kerak. Ajdodlar merosi faqat baland minbarlardan aytiladigan quruq gaplar emas, balki farzandlarimiz o'qiydigan darsliklarga, millatimizning hayotiy dasturlamaliga aylanishi shart.